Ba'zilar bizdan so'raydi, maktabiylar nimaga ixtisoslashgan? Bu juda o'rinli savol. Maktab nimagadir ixtisoslashgan bo'lishi shart. Biz o'quv markazida ham faqat ingliz tiliga urg'u berib, ingliz tilini zo'r qilganimizdan keyin rus tilini qo'shganmiz. Undan keyin boshqa tillar qo'shganmiz va o'quv markazimizni faqat tillarga ixtisoslashtirgan edik. Maktabimizda ham bitta narsani tanladik. Prezidentimizning shaxsan o'zlari chet universitetlariga o'zbek yoshlarini kirishga rag'batlantirayotgan paytda biz ham shundan ruhlangan holatda maktabimizni chet el universitetlariga kirishga, kirganda ham grant yutib olib o'qishga ketishga, ketganda ham o'z qadriyati, o'z millatini unutmagan holda o'qisin. Kerak bo'lsa chet ellarda ishlasin, ishlaganda ham tajriba, mablag' to'plab vatanimga qaytaman degan fikr bilan doim mana shu fikr qalbida bo'lsin. O'z ildizi, ona vatanini unutmagan holda qaytib kelsin. O'z davlatimizni, millatimizni rivojlantirsin. Siz ham shunday maktabda o'z farzandingizni o'qitmoqchi bo'lsangiz, Joni Academy xususiy maktabi aynan siz uchun.